Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah subhanahu ta'alaga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durdi salovatlar bo'lsin. Yo Parvardigora, mana shu bugungi qizim Kamola bilan kuyovim Alisherda qilayotgan ishlarini o'zing barokatdan keltirgaysan Alloh. Boshlayotgan ishlarini xayrli va barokatli qilgaysan. Qiladigan savdolarini shariatga mos, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga mos ravishda qilishligini o'zing nasib aylagaysan Allohim. Topgan pullarini faqat yaxshi kunlarga, bolalariga, qo'shni og'aynilariga ishlashligini o'zing ravo ko'rgaysan Allohim. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Allohu akbar. Тебя поздравляем с открытием твоего магазина. С тобой первый его день рождения. Пусть он цветет, процветает. Спасибо. Ура! Спасибо большое. Поздравляю вас. Спасибо большое. We can roll now, we can ride out. If there's something that you want, baby, we can go there. Anywhere you dare, I can show you something new later. 'Cause you want it bad and I want it bad, so we can do that, the things that you want, baby, you want, baby. Been running around all over town, I finally found a way to get up, baby. Up your mind, mind for you. I'll be following the signs to you. Once I get you on my grind, it's true, I've been working overtime. Are you? Your body's making up your mind for you. I'll be following the signs to you. Once I get you on my grind, it's true, I've been working overtime. Добрый день, здравствуйте, ассаламу алейкум. Долго томить вас не будем, знаем, что очень холодно. Мы постараемся все это официальную часть быстро провести. Мы очень рады приветствовать вас в этом уютном, замечательном заведении, который в нашем городе становится все больше и больше для наших прекрасных, милых дам. В преддверии 8 марта. Наша байрам киргилиш арапасында 8 март халқaro xotin-qizlar kuniga bayram yaqinlash arafasida shahrimizdagi qizlarimiz uchun go'zallik qolaversalarni alohida go'zalliklarni alohida ta'kidlab turuvchi magazinlarimizdan yana biri ko'payganda biz juda ham xursandmiz. Shuni ochilish marosimida yig'ib turibmiz. Demak, birinchi bo'lib shu magazinimizni ochib berish uchun so'z navbatini Dilorom Musayevnaga beramiz. Albatta sizlar chiroyli bir qarsak chalib bersanglar. Marhamat, keling. руки на улице.
سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Mana bugun qizimni magazin ochish arafasida turibdi. Bir yangi ish boshlamoqchi. Ilohim mana shu sizlarning guvohliklaringizda shunday bir yaxshi ishga qo'l uryapti. Alloh ishini barakatli qilsin. Ilohim boshlagan ishlari barchasi o'ziga yaxshi amallar bilan mana shu Zarafshon shahri ayollarini go'zal bo'lib yurishlari uchun xizmat qilsin. Har bir mana shu yerga qizimni yaxshi kunida sherik bo'lib turganlaringiz uchun hammalaringizga xush kelibsizlar deyman. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Doim mana shu yaxshi kunlarida yonida turib hamisha uni mana shu yaxshi ishlarida yo'ldosh bo'lish hammalaringizga nasib qilsin deyman. Ilohim mana shu boshlagan ishlarini Alloh barakotli qilib, kuyovim bilan birga mana shu farzandlari bilan Allohim hammalaringizga ayon bu tijorat ishi payg'ambarlarning kasblaridan sanaladi. Ilohim ularga Allohdan so'rab qolamanki, mana shu boshlagan ishi xayrli, barakatli bo'lsin, hamisha sog' bo'lsin, oilasi bilan tinch, xotirjam, sog'lik, salomatlikda shu ishlarni amalga oshishiga tilakdoshman. Mana shu yaxshi kunlarda sherik bo'lganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat deyman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ahli oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat hammalaringizga. Barchani yaqinroq kelib olishlarini iltimos qilamiz. Rasmiy qismimizni o'tkazib olamiz. Albatta qarsaklar chalib qo'ysa juda yaxshi bo'lardi. Bismillahirrohmanirrohim. O'ng qadamdan barchani ichkariga taklif qilamiz. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Вы сами посмотрите, будете оценивать, насколько здесь шикарно, изысканно, качественные одежды ждут вас. Добро пожаловать! Все те лучи, что вокруг, банды собирают лук. На атаках ставит блок, на бандитов жмет курок. Я тот, кто ходит наперед, и мне не важен твой урок. Слушать много я устал, панда умный по годам. Панда много что сумел, хейтер мутит беспредел. Это кто такой простой, что при встрече побледнел? На короне ваш пахан, твои суки тут на нал. Я стреляю из воздушки, иду по головам. Летает банк, на лице колготки. Со мной моя банда, мы простали тренировки. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы. Пальцы хватит ужиться, бафелем разрушиться. Я бы разобраться со своей крылом, годы забирают даже на старт. Простите за зло, простите за мат. Первая встреча, добрый обряд. Еще раз здравствуйте, мы находимся сейчас в этом прекрасном магазине Ниса Бутик, и рядом со мной хозяин этого прекрасного магазина. Давайте спросим, как ваши ощущения? Ощущения очень волнительные, очень переживаю. Надеюсь, что всем понравится, всем угодит, и каждый выберет подходящую для себя одежду. Хорошо, смотрите, еще вот такой момент есть. Для тех людей, которые не знают существования этого магазина, что бы вы хотели сказать своим будущим клиентам? Будущим клиентам я хочу сказать, чтобы скоро будем завоевывать весь город, скоро о нас узнают, и жду хороших отзывов. Вот видите, уважаемые зарушанцы, приходите сюда, Ниса Бутик. Здесь самые качественные, самые красивые и самые изысканные одежды для всех милых дам нашего города. Ждем вас именно здесь. Спасибо большое вам. Удачи в начинании.
biz Nisa butik do'konini xaridorlaridan bittasi bilan suhbat qilmoqchimiz. Assalomu alaykum. Siz bugun nima xarid qildingiz? Двойка, рубашечка и брючки. Rubashka, brючки. Narxlar borasida nima deb bilasiz? Juda arzon, juda zo'r narxlar, menga yo'q. Bu gaplar sizga o'rgatilmagan, to'g'rimi? Yo'q. Xo'p, unda siz olgan narsalaringiz sifatiga qarab boshqalarga rekomendatsiya beradigan darajadagi butikmi yo'qmi aytishingiz? Albatta, albatta. Hammaga rekomendatsiya beraman olishga. Sizni yana Nisa butikga kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Davom etamiz. Очередной посетитель прекрасного бутика. Давайте спросим про цены. Они приемлемые? Нравятся вам? И что вы купили? Цены достаточно приемлемые. Мне очень понравился магазин. Много выборов. Приходите. Я купила рубашечку. Рубашечка. Хорошо. Рекомендуем всем зарушанцам, особенно девушкам, да? Рекомендую, приходите. Очень красивые вещи. И любой покупатель найдет то, что ему по душе. Она говорит правду, я подтверждаю. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل فالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل ممسد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا پروردگار mana shu ozonalik bilan o'qigan Qur'on tilovatlarimizni dargohingga qabul aylagaysan Allohim. Undan hosil bo'lgan savob samaralarini butun payg'ambarlarning, xususan ikki olam sarvari va chirog'i bo'lgan Habibing payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruh poklariga, kishining ashabolarining, choryorlarining, tobiinlarning, Makka tobiinlarining, butun aziz avliyo, anbiyo, piri, ustoz, jamiki mu'min musulmonlarning, jumladan mana shu shahrimizdan namozda bardavom bo'lib o'tgan barcha mu'min musulmonlarning ruh poklariga bag'ishladik Alloh. Ularning joylarini shohsiy jannatdan qilib, qabrlarini Qur'on nurlari bilan munavvar qilgaysan Alloh. Ulardan bu dunyoda qilgan barcha yaxshi amallarini, iymonlarini o'zlariga hamroh qilgaysan. Bu dunyoda bilib bilmay qilgan gunohlarini o'zing mag'firat aylagaysan Alloh. Allohum balligh sawaba ma tawaltu min al-Qur'anil karim ila jami'i arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر